Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotgan obunachilar, mana bugun sizlarga tandem mexanizmining qo'yilishini ko'rsatib o'taman. Bu yerda qaranglar, bizani yashigimiz shu holatda yig'ilgan. Bu yerda hop 1-2 mm joy qoldirilgan. Masalan, tegi bilan yig'iladi tandem mexanizm. Tegida ham displey bo'ladi. Mana bunaqa tortma mexanizmi bor. Bu razmerlariga kelsak, o'rtasidagi mana 562 ga 100 mana stoykasi. Yoni hozir bu yoqda ko'rsatilgan ekan. Yoni xo'sh 400 ga 128. Ikkita yoni 400 ga 128 dan, o'rtasi mana pasi 562 ga 400 razmerda bo'ladi. Mana bu holatda yig'iladi mana. Ko'rib turgan bo'lsanglar, shu holatda yig'iladi. Keyin bizada bu yerga qo'yiladigan joyimiz mana ichini o'zi toza ichi 606 mm da qo'yilgan. Shunda biza bu yerdan umumiy olganda anaqa bu zazorini 12 mm qoldirganmiz. Hozir qo'yib ko'rsataman. Qaranglar, buni shu holatda qo'yib, mana bu joyini, mana yoqda kiradigan joyi bor, o'sha joyini belgilab olib, bu joyini 6 mm likda svirlovda kovlab ichiga kiradigan qilib qo'yish kerak. Mana yonidan ko'rsataman. Men shunaqa qilaman. Buni shunda qo'yib turiladi vaqtinchalik, buni belgilab olish uchun va o'sha joyini kovlab olinadi. Mana shu holatda kovlab oldik. Mana bu joyi ichiga tushdi. Ikki tomonini shunaqa holatda kovlab svirlovda kovlab oldik. Endi past tarafidagi plastmassali mexanizmi bor, o'shani qotirib olamiz. Bunaqa plastmassa o'yinchoq deylar ekan bu. Mana shunaqa narsasi bor. Chap va o'ng bo'ladi bu. Bitta komplektida chap tarafi, o'ng tarafi bo'ladi. Ikkalasi bir xil bo'lmaydi, chap va o'ng tarafda bo'ladi. Shu holatda qotiriladi. Bu ushlab turish uchun. Shu holatda mebelimizga qotirib oldik. Mana bu tarafi mana orqada bo'ladi. Boyagi teshilgan tarafi bu tarafida bo'ladi. Endi qo'yib ko'ramiz. Mana tortmamizni o'rnatib oldik. Tandem mexanizm orqali. Men bu mexanizm qo'yayotganimga ko'p bo'lmadi o'zi. Agar kimdadir fikr bo'lsa, yana qo'shimcha ma'lumot bo'lsa bo'lishsin, izohlada. Bu hammamiz uchun ham foydali bo'lardi. Xatolarim bo'lsa, agar biladigan odam bo'lsa aytsa, biz uni to'g'rilashga harakat qilamiz. Hozircha bilganimcha qo'ydim, lekin ishlayapti. Baquvvat, oddiy tortmalardan ko'ra baquvvatroq bo'ladi. Rahmat, e'tibor uchun bizani kuzatishda davom eting.